Quyosh tizimi bizga yaxshi tanishdek tuyuladi. Biz uni maktabda o'rgangan 8 ta sayyoramiz: Merkuriy, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran va Neptundan iborat deb hisoblaymiz. Ammo bu xaritaning eng chekkasida, zulmat hukmron bo'lgan bir hududda yana bir ulkan obyekt yashiringan bo'lishi mumkin. Uning nomi 9-sayyora. Xo'sh, Quyosh tizimida chindan ham 9-sayyora mavjudmi? Bugun biz shu haqida gaplashamiz. Bu sayyoraning ovi Neptun ortidagi muzli jismlar makoni bo'lgan Kuiper belbog'idan boshlanadi. Bu hudud Quyoshdan 4,5 dan 7,5 milliard kilometrgacha masofa uzoqligida joylashgan. Kaliforniya Texnologiya instituti astronomlari Michael Brown va Konstantin Batygin Kuiper belbog'idagi bir guruh g'alati jismlarni kuzatishar ekan, aql bovar qilmas holatga duch kelishadi. 6 ta uzoq obyektning orbitalari g'ayritabiiy ravishda bir tomonga taxminan 30 gradusga og'gan va bir xil tekislikda joylashgan edi. Shunchaki tasodif desak, bu tasodif uchun juda g'alati holat edi. Ehtimollik nazariyasiga ko'ra, bunday hodisaning o'z-o'zidan yuz berish imkoniyati atigi 0,7% ni tashkil etadi. Buni xuddi plyajning barcha qum zarralarini ko'proq bir nuqta tomon intilib, do'nglik hosil qilib turganiga o'xshatish mumkin. Brown va Batygin bunday ehtimollikka ishonmay, bu holatni tushuntirish uchun 2016-yilda o'zlarining ilmiy ishini e'lon qilishadi. Ular bu jismlarga bizga ko'rinmayotgan ulkan bir sayyora o'zining kuchli gravitatsion maydoni bilan ta'sir ko'rsatayotgani haqidagi g'oyani ilgari surishadi. Olimlar bu ehtimoliy sayyoraga oddiygina 9-sayyora deb nom berishadi. Xo'sh, bu gipotetik sayyora qanday ko'rinishda bo'lishi mumkin? Hisob-kitoblarga ko'ra, u Yerdan taxminan 5-10 marta kattaroq bo'lgan super Yer yoki mini Neptun toifasiga kiradi. Uning orbitasi Quyoshdan shu qadar uzoqda joylashganki, u Quyosh atrofida bir marta aylanib chiqishi uchun 10 mingdan 20 ming yilgacha vaqt kerak bo'ladi. Ha, bunga aql bovar qilmaydi. U yorug'likni deyarli aks ettirmaydi va o'zidan nur taratmaydi. Ammo ba'zi olimlar bu g'alati holatni tushuntirishni boshqa yo'llari ham borligini ta'kidlashmoqda. Masalan, astronom Anne-Marie Marigan kabi tadqiqotchilar bu holatni bitta katta sayyora emas, balki Kuiper belbog'idagi minglab kichik jismlarning umumiy gravitatsion kuchi ham yuzaga keltirishi mumkinligi haqida ta'kidlashadi. Biroq 9-sayyora g'oyasi tarafdorlarini taslim bo'lish niyati yo'qga o'xshaydi. Balki aksincha, ushbu munozaralar 2024-yil boshlarida yana qizishni boshladi. Batygin va Brown jamoasi o'zlarining yangi tadqiqotlarini e'lon qilishdi va bu ishda ular nafaqat dastlabki gipotezani mustahkamlovchi yangi dalillarni taqdim etishdi, balki sayyoraning ehtimoliy joylashuvi aynan qayerda ekanligi haqidagi tasavvurlarni ham ancha toraytirishdi. Endigi navbat yaqinda ishga tushirilgan Chilidagi Vera Rubin rasadxonasidek mega teleskopga. Vera Rubin kerakli dalillarni topa oladimi? Bu savol 9-sayyora tarafdorlarida hayajon va umid uyg'otgan bo'lib, ular hozircha kutish rejimiga o'tishgan. Xulosa qilib aytganda, 9-sayyora hozircha faqat qog'ozda va murakkab hisob-kitoblarda mavjud. Uning borligini isbotlovchi bilvosita dalillar kuchli, ammo to'g'ridan-to'g'ri kuzatuv orqali hozircha uning mavjudligi isbotlangani yo'q. Lekin nima bo'lganda ham bunday ilmiy g'oyalar bizga hatto o'zimizning Quyosh tizimimiz ham biz o'ylagandan ancha murakkabroq va hali ko'plab sirlarga boy ekanligini eslatadi. Biz o'z uyimiz deb bilgan kosmik mahallamiz burchagida hali ham kashf etilmagan narsalar bor bo'lishi mumkinligi haqidagi fikrning o'ziyoq kishini hayron qoldiradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha
Xayr.